she'rlaringizdagi hatto Muxtor Komilni bo'ri yeb qo'yganlarigacha, boshqasigacha juda chiroyli yozibsiz. Har holda bunaqa paytda hammani o'zini ovozi bor paytda yangitdan yangi ovoz bilan chiqish oson emas edi. Sizda shu narsa uncha qiyinchiliksiz amalga oshgandek xursand bo'ldim. Va eng muhimi, she'ringizni har birini o'qigan odam boshidan boshlasa oxirigacha o'qishga qiziqadigan qilib yozibsiz, yaxshi yozibsiz. Keyin obrazlaringiz ham o'zingizga xos. Nima desam ekan? Yana manzaralaringiz, boshqalaringiz kerakda. Endi shunaqangi bir yangilik ham. Siz lekin moderatorlarga o'xshab juda boshni qotirib nima qilaman ekan, nima qo'yaman ekan qilib, odam tushunmay qiynalib o'tirmaydigan qilib, shunaqa bir yo'l topsiz, odamlar yuragiga kirib boradigan. O'sha tomoningiz yoqdi menga. Juda bizga o'xshab chapanicha, sodda qilib yozmabsiz-u, o'zingizcha yozibsiz, lekin baribir qabul qilsa bo'ladigan go'zal holatlari bor ekan. Men chizib plyuslar qo'yib boshqa qilib qo'ydim. Uyda qolib ketdi endi kitobingiz. Bir kelganimda olib kelarman, balki aytarman fikrlarimni bir boshqacharoq qilib. Men faqatgina boshqa ishlar bilan ham ovora bo'lib yurganimga hammasini to'liq o'qiy olmadim, lekin 60-70% she'rlaringizni o'qidim. Nimaga shu paytgacha o'qimagan ekanman deb hayron bo'ldim. Balki qo'limga tushmagandir o'sha nimadagi erkin A'zam chiqargan she'rlar ham, boshqalar ham. Shunaqa gaplar. Tabriklayman. Juda xursand bo'ldim.